Assalamualaikum tuğanlarımla bugün 26 Ağustos gün gecekşembe bazar koygun mal bazarı tart bereyinde otağız. Anıstan kanala yazılınız, katlanız, video basınız. Na bu 67 bin son oldu balası mı? Na bu topuk buklaken 14.500 son oldu. Adaştım 34.500 son oldu. Na bu içe 94 bin son oldu. Kaça? 90. Eko 90 oldu. Na bu içe 71 jarım oldu. 71.500. Bu eko 71.500 son oldu mu? 33.000 son. Aka kança oldu? 66 jarım. 66.500 son oldu. 43.000 son oldu bu. Balası çok ha? Bu balası gene bu balası men 50.000 son oldu. Aka kança oldu? Satıla o. Kança da odası? 65, 70'e vermedi. 70'e vermediniz. İçinde kostüm. Bu kozular 5.000 sonundan oldu. Bu uy balası men 72.000 son oldu. 46.000 son oldu. Bu uy 80.000 son, 85.000 son oldu. Satıldı? Qaysi? Satıla o. Kança da odası? YouTube'ga çıkarasın mı? Götüremін. Kançaga? Ökönü 100 000. Ökönü 100 000 deydi. Ondan alып çıqabız da. Bu uy 67.000 oldu tuğanlar. Aka. Kunaşın degen kança da odası? 40 suraştı. 37'ye kança beresiz? 38'e berem oldu. Üçön tengdi. 37'ye. Aka uy satıldı. Kança oldu? 55 oldu. 55 oldu. Balası mene. 55.000 son. Aka uy satıldı mı? Satıldı. Kançaga? 65. 75. Suraş bağılıştı mı? 69. 69'ga vermediniz. 69.000 so'mga berib etdik. Novoy babası menen 85.000 so'm oldu. Novoylar 45.000 so'mdan deydi. Buqalar degen. Novoylar 96.000 so'm oldu. Sonu. Bu 92.000. Kança oldu ekan? Satılmay qoldi. Bu buqa 65.000 so'm oldu. Ulaycın. Uylar kança oldu? 35'ten 70 oldu. 35'ten 70.000 so'm oldu. Aka kança oldu? 43.000 bo'lib. Narxisicha? 32.000 so'm bo'ldi. Qancha oldu? Satıldı? Aldım meniki bunga. Sizniki qancha? 43 pulda. Qancha oldu aka? 85.000 so'm. Aka qancha oldu? 128.000 so'm. Junavi? Bu qancha oldu? 98.000 so'm. Eko 98.000 so'm. Qancha oldu aka? 57.000 so'm bo'lib tur. Qancha oldu aka? 57.000 so'm. Sana. İyilik. Dadım. Dım. Qancha oldu? Qancha oldu? 70.000 so'm bo'ldi.
62 ming so'm. Qancha oldi? 64 ming so'm. 400 so'm bo'libdi buni bolasi. Bu qancha oldi buqa? 60 ming so'm. To'rtpa qancha oldi? 90 ming so'm bo'ldi. Qancha oldi? 64 bo'ldi. Bolasi bilan. Buqa qancha oldi aka? Ha, bosini aytmadi. Qancha oldi aka? 65 ming so'm bo'ldi. Bolasi bilan. Qancha oldi aka? 58,5. Qo'ylar qancha oldi aka? 8 ming so'mdan bo'ldi. Aka qancha oldi? Qanchadan bo'ldi qilazlar? Shosh. Sotiladi. Sotiladi. Aka qancha oldi? 65 ming so'm oldi. Oldi. 55 ga berilibdi. Qancha oldi aka? 40 dan bo'ldi. 40 dan bo'libdi buni. Buqalar. Aka qancha oldi? 63 ming so'm bo'ldi. To'rtpa qancha oldi? Sotilmay qoldi. Bu qancha oldi bolasini? Bolasini 63 ming so'm. Qancha oldi? 47 ming so'm bo'ldi. Aka qancha oldi? 48? 58 ming so'mdan. Eko 58 mingdan mi? Duresi şu 58'den de sonunda o şolu 100 ming so'm bo'ldi. Bolasi bilan. Qancha oldi aka? 60? 60,5 bo'ldi. 60,500 so'm. Qancha oldi aka? Sotilibdi. Qanchaga so'radi? Aka qancha oldi? Bilmayman. O'zingiz bilmaysiz qancha. Aka qancha oldi? Sotilibdi bu. Aka qancha oldi? Sotilibdi bular. Qancha oldi? Oldi aytib aka. 70 ming. Boshqa qanaqa Nursulton aka topadi. Bu qancha oldi? Sotilibdi. Ha, Nuruz. 73 ming so'm oldi. Aka qancha oldi? 75 ming so'm. Sizniki qancha oldi aka? 34. Bu qancha oldi aka? Qancha dedi? 34 ming. Qancha oldi aka uy? To'rtpoqlar qancha oldi aka? Qanchadan bo'ldi to'rtpoqlar aka? Qancha dedi? 40 ming so'mdan bo'ldi. Uy sotilibdi bu. Aka qancha oldi? 44 bo'ldi bu. Narxlarni bosim bila olmay qoldim. Aka to'rtpoq sotildimi? Sotiladi. Qanchaga berib edingiz? Qanchaga? O qancha oldi qo'shib? 6,5 mingdan bo'ldi. 6,5 mingdan bo'ldi. Bu buqalar 58 dan bo'ldi. 58 ming so'mdan. Qancha oldi uy? Sotilibdi. Qancha oldi? 58 ming so'm bo'ldi. Qancha oldi uy? 55 ming so'm bo'ldi. Bolasi bilan. To'rtpoq qancha oldi to'rtpoq? Sotiladi. Ha, sotiladi. Qo'ydi qancha oldingiz? 10 ming. 10 ming so'm. Uy qancha oldi aka? 66 ming so'm. Buqani qancha oldingiz aka? Sotilibdi. Qancha oldi aka uy? 59 ming so'm. Buqa qancha oldi aka? 54 ming. 54 oldi. Qancha oldi aka? 35 ming so'm.
Torpa qancha oldi? 22 ga beribdir. Buqa qancha oldi aka? Aka buqa qancha oldi? Buqalar qancha oldi? 105 ming so'm bo'lib turdi. Bu qancha oldi? 50 ming so'm bo'lib turdi. 55 deydi. Buqa qancha oldi aka? Qancha oldi? 65 ming so'm. Bu buqachi? Sotilyapti. Buqa qancha oldi aka? 65.500 so'm. Satılmadı. Sen al. Bular satılmay qoldi. Qancha oldi? 76,5 ming. Telefon kimden düştü? Tuğandan. Bunday telefon. Torpa qancha oldi? Kaç telefon? Rasta telefon. Bosim bilmaydi. Aka Qo'chqorlar qancha oldi? 12,5 dan 12.500 so'mdan bo'ldi. Buqalar qancha oldi aka? 40-42 ming so'm bo'ldi. Buqa qancha oldi aka? 34 ming so'm bo'ldi. 66 ming so'm. Qancha oldi? 65 ming so'm. Ha, 61,5 ming so'm. Buna tuğanlar bozor shunday chiqib ketgandan algan uşular. Buna bu uçu 160 ming so'm bo'ldi.